Tangsingning Mo'makli sapirda necha mushkulotni besib o'tdi. Albatta bu kichik balon bo'ldi, 97981 mushkulot. Lekin mush asarda Tangsing 82 mushkulotni boshdan kechirdi. Ya'ni qarasanglar eng oxirida Mo'makli sapir oyoqlashib, ilk yolg'onimning rasmimga tegish bo'lib, rasmiy manga vaqtning o'zida bu yerda Amitabh Buddha avvallik so'radan so'raydi. So'rasa avvallik so'ra shunda sanab beqib o'zicha apla. Bir mushkulot kam qilibdi deb qıpla birdan müşkülatını avup durdu. Dal şu 82. müşkülatı bir müşkülat qasdan avup qalğan. Bu vaqtda mana Tangsinglar avliyolik darsi ko'tarilib bulutning ustida laylab uçup ketib bardi. Tuyuqsizmi avvallik so'ranlar chiv qilgan o'lar bu bulutda tushiblar Tongtian daryosiga tushib ketdi. O'ylab beqinglar Tangsingning Mo'makli sapir bu qatimliq sapar Yurun Sultan, Rulay Fozu, Taishan Laojun, Puti Laozu, Guanyin Pusadan tartib Aydarsha Yermakli Tağmaklicha bütün iş baştan intayın inçiklik bilan o'rinlashtirilgan. Bu 81 mushkulotni bir baştan kechirmay turib, hergiz haqiqatan onu alanmaydi. Mushundaq bekitib etilgan ish bu. Lekin baraldi 81 mushkulotni to'liq baştan kechirishga badi amaliyotda. Endi bu 81 mushkulot chiqqan vaqtda yeni bir gapni qo'shib qo'yib, bu yerda 81 mushkulot degan gap hergizimiz 81 alvastık uçurduğu degan gap emas. Cumala Nurgullar shundaq tushunmayapti. Pengunchuyda Jiboda mendan so'rayotdi. Biz ko'rgan g'arib sayohatda bir 10-20 tal alvas chiqdi. Qolgan 60-80 dak alvaslar ne ketdi? Aslaslar deyil, qanday alvaslar bor dedi. Amaliyotda bu 81 alvasda emas, 81 mushkulot. Masalan, Wujanguandagi o'tgan 18 mushkulot. Odam jamiyatini tirildirish 19 mushkulot. O'shaning o'zida alvas yo'q, odam jamiyatini so'z Jonyuanzi bor. Bu yerda alvas yo'q, lekin mushaning o'zida 2 mushkulot bor. Bu g'ariblar eng qo'rqinch qilgan shir döydəği olsa 4 mushkulot var. Demiş Tangsingning tanlanib, Tangsingning tug'ilib, cho'ng bo'lib Mo'makli sapirga otlanishib olgan jarayondalar 3 mushkulot var. Hergizmi Mo'makli sapirda 81 alvaslik uçurdi degan gap emas bu. Endi mushada oxir Mo'makli sapir ketib qolgan vaqtimizda bularni Tongtian daryosiga tushirib o'tib, belki Broni toshbaqining ustiga chiqib, bu yerda Tangsing bu Broni toshbaqiga va'dasini unutib qolganligi uchun bularni daryoga tashlab bu oxirgi bir mushkulot mushada olib ketdi. Bu yerda bergan kitob nomlarga yo'l bulup verib chiqdi, hatta qurtib bo'lib jitlik ketdi. Tangsing shundaq ko'ngil yerimlib qattiq yaram bo'lib ketdi. Endi mushada Sunukun mayt aqlliqlik, donolik bilan bir eg'iz gap qildi. Ustoz, nerede bu canda mükemmel bir narsa bo'lsin. Avliyolar hergiz xatolashmaydi. Bu nomlarning mushundaq bo'lgani to'g'ri. Endi biz navadi voy bizga 81 mushkulotni 14 yildan yomon tasvirib, ondaq japatat, mondaq japatat deb yupyangi petchat nomini apasa, üstüveşimizmi pat paqirab tursa, kim ishindi buningga? Ay bu kitobni shu qadi kitobning shoqonchi sizning epla qo'ydiydingiz sevotgan gap. O necha vaqtdan o'ynab bu komandir pulni xashlab tugitib amdi olgandir. Kipdi deb tushunmamdi. Mushundaq o'g'il to'g'ri deganki Tangsing turib, pallit ko'ngil yurib turdi. Voy maymunak oxir bir aqtim qallan ishlab qoldi asining deb. Undaqda bu yerga avvallik so'ra bu satva zot qaysi mushkulotni bu 81 mushkulotning ichidan chiqarib kirdirmidi. Yani nemishqi shundaq qildi. Mazmun qiziqadigan do'stlar meni qo'shilib bir dona yaxshi jo'ra qilib qo'yinglar. Rahmat.